Hammayoqda do'stlar, sizlar bilan men Gentaplay aklo blogim kitobim zo'rman. Короче, men YouTube'da kanal ochdim. Endi shu kanallarda ijodlarni olib borishga harakat qilaman va mana mening birinchi videom выживание video. Bo'lmasam qani videoga ketdi. Tak, birinchi bo'lib daraxt chopib olishdan boshlaymiz, chunki har bir Minecraft выживание boshlagandan keyin daraxt chopish lozim. Daraxtsiz hayot yo'q, lekin artifak va qishloq eng kattalashadigan narsa ham bu daraxt. Chunki sizlar zerikib qolmaslik uchun yana videodan gapirib o'tiraman, yana o'ylamayman nima qilib gapirdim. Keyin videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishlarni so'ragan bo'lardim. Tezroq ko'proq obunachilar bo'lmoqchiman. Agar obunachilarimiz sonini ko'proq qilsak, o'shanda men uni chiqarmoqchiman. Ya'ni Minestaxga Poja Launcher orqali kirib, Poja Launcherdan Minestaxga kirib kuchayamiz. Keyin Poja Launcher yo'q deydigan bo'lsanglar, Poja Launcherni men Telegramdan tortib olaman. Agar qanaqa tortishni sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga yozinglar, men chiqaraman. Mana buni chopib bo'ldik, ovqat olamiz ozgina. Yaxshi. Tak, bo'ldi. Endi bersak cho'p bo'ldi. Chekaymiz va to'xta. Menga sening go'shting kerak. Akalar kanalga obuna bo'lib, like-chani bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan. Ovqat qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, chunki ovqat olib kelgan bo'lib qolmaydi. Qani? Artefaktning Minecraft qonunini buzdim men hozir. Kim bilsa bildi, bilmaganlar ertaga biladi. Mayli, o'zim aytaman. Darajoy Minecraftda pastga qarab qazish mumkin emas edi. Artefaktda. Lekin bu tepada jon joydan ishlaydigan qonun emas. Sababi bu pastda iloj bor shuni qilishga. Sababi pastda lava tushib ketishini shunaqa qazib. Tepada esa unaqa emas. Chunki tepada qanday lava chiqishini to'g'rimi? Mana. Battle yop qo'yib, like hakam sizlarga o'rgatdim. Deb cho'pa kesamiz. Bolta. Qilich degan. Endi bolta, endi kirka. Hoppa. Xo'sh, instrumentlarni bu yerga olib olamiz. Men boltani bu yoqqa qo'ymoqman. Go'sht trosometi ular bu yoqqa. Sizlarni olib olamiz. Sizlardan ferma ham qilishimiz mumkin. Tak, qani ketdi. Akalar, yana bir 3-marta so'rayapman, sana boryapman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishlarni so'ragan bo'lardim. Axir qiyin emas-ku. To'g'rimi? Tak. Xo'sh. Endi bu videoni unaqa uzun cho'zmoqchi emasman, shuning uchun oddiygina qilib uycha qurib qo'yamiz bitta hozir. Может, keyingi qismlarini balki chiqararman. O'z Minecraftda uy unchalik ham kerak emas. Bolalarga umuman farqi yo'q. Ko'chaga yotoq qo'yib ham uxlab ketaveradi. Tak, shuna qilamiz. Uyimizni to'rga-to'r qilamiz. Hozir nimaga meni meyitga yog'och qo'ymaganimni bilasizlar. Chunki meyitdan oynak qilsa bo'ladi. Oynakni joyidan yog'och olsak bo'ladi. Tak, yana ozroq chopishimiz kerak. Daraxt. Chunki hozir bizga uy qurishda daraxt juda ham ko'p kerak bo'ladi. Hozir lapatga emasimiz, chunki lapatga ham polda qilish uchun yerda qo'l bilan chopib o'tirmaymiz, ham yana oynak uchun qumni chopishga ham kerak bo'ladi. Shuning uchun birato'la qo'lda shuncha ezilib yurgandan ko'ra bitta yasab qo'ya qolganimiz yaxshi. Tak. Tez xitlashini iloji boricha, chunki video cho'zilib ketsa montajda qiynalaman. Akalar montaj qilishni bilaman. Menimcha videoni fonidagi qo'shiqdan ham bilsanglar bo'ladi. Chunki buni oldin ham YouTube'da kanal yuritganman, lekin u kanallarim o'xshamagan uncha. Keyin shu kanalni ochganman. Meni bitta Merlin Gamer degan kanalim bor edi. U kanalimda 1150 ta obunachi qildim, lekin monetizatsiyaga ulayman deb planshetimni pin kodga tiqib qo'ydim. Pin kodga tiqib qo'yganimdan keyin esa
uni ochganda akkaunt o'chib ketdi. Shu bilan akkauntni qaytarib ola olmadim Googledan. Shu bilan amin Allohu akbar bo'ldi. Shunaqa gaplar. Keyin videoga like bosib, kanalchaga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana bir bor so'rayman sizdan. Tak. Verstak qo'yamiz, pechkani bu yoqqa. Rasvo bo'ldi. Mayli chiqdi. Tak. Ozcha pechka bizga kerak emas. Hop, cho'pa kesamiz, lapata yasaymiz. Daraxtlarni hammasini yog'ochga aylantiramiz. Polda qilib chiqamiz. Ishqilib kechqurun tushguncha ulgursak bo'ldi. Menimcha ulgursam kerak. Ulgurmasak amin bo'lamiz. Chunki creeperlar keladi, skeletlar keladi, bizni o'ldirishib, narsalarimizni olishib, uylarimizni buzishib, chistый grif qilib ketishadi. Tak, bo'ldi. Bu yoqqa hozir boshqacha tom qilaman, ko'rasizlar. Zo'r tom bo'ladi u. Tak, keyin shaxtaga bir tushib chiqamiz. Tosh kerak. Akalar, sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu so'zni nimaga men juda ham ko'p bor aytaman, sababi shunaqa shu so'zni aytgan videolarimda ko'p obunachi kelganda, aytmagan videolarimda kam kelgan, buni bilaman. Shunchun ham hozir sizlarga ko'p marotaba obuna bo'linglar, like bosinglar deyapman. Keyin zerikib qolmadinglarmi? Zerikib qolgan bo'lsanglar ming bor uzr akalar. Keyin uslubni ko'ryapsizlarmi? Pejotdan ko'chirilganda akalar. Aytgancha versakda qilinardi-ku. Tomni ko'ryapsizlarmi? Yaxshi. Tom shunaqa uslubda. Blok tejagan holda ham joyini ham kattaroq qilgan holda yasalyapti. Tom. Tak. Yo'q. Yo'q. Okey, endi bo'ldi. Ozgina daraxt chopamiz. Eshik uchun. Hozir ulgursam oynaga olib kelaman. Ayniqrog'i qum. Oppa. Shakar qamish bizga kerak bo'ladi. Olib olamiz. Bir kunlik vijivaniya bo'lyapti o'zi. Akalar. Nechta bo'ldi? Bizga 6 ta kerak. Tak, 4 kerak. 3, 12 da. 6 tasi yetadi. Hozir nimaga 6 tasi yetadi deb aytaymi? Bilib olasizlar. Balki bilarsizlar. Xullas, nima demoqchiman? Ingichka oyna kesamoqchiman. Onasini endi. Tez bunday qilamiz. Tez eshik kesamiz. Ona qo'yildi. Akalar ming bor uzr qo'rqitib seni onang mana чистый grif qiladi dedim-ku, чистый grif qiladi dedim-da. Rasvo bo'ldi. Okey, endi qaytadan quramiz. Nechun? Kayfiyatni tushirmaymiz-da. Qaytadan quramiz. Lekin bu yerga kerak emas, bu yerga loyiqlamiz. Bitta dona eshik qolibdi. Tak. Vakillasimiz ko'mirga. Va tezroq uyda
chala yarim qilib bo'lsa ham qurib olishimiz kerak. Tak. Bu yoqqa ham bitta. Daraxtlar oldiga ham bitta qo'yib qo'yamiz, zarar yo'q. Уже qorin shuncha ochib ketdi, hozir pechkaga ovqat qo'yaman. И qumni ham. Yo'q. Xo'sh, ketma. Uzr ming bor akalar. Og'zidan chiqib ketyapti. Yo'q, yo'q. Yarimta jon. Yarimta. Pechka. Hoppa. Bittasi pishsa yetadi menga. Majburlikdan yeymiz endi. Akalar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, shuncha mehnat uchun. Yeymiz. Ye. Jonim lozimga bo'lsa to'ldirib olishim kerak. Qo'yilgan joyini buni. Yo'q, bu safar seni grif qilishimga yo'l qo'ymayman. Kel, shu yerda portlasa. Bu yerda portlama. Bu yerda portla. Shu yerda portla. Yo'q! Hozir o'laman. Yo'q! Hozir o'laman. Bular ham jonga tegib ketdi. Yarimta jon. Yarimta. Bitta. Bir yarimta. Hozircha aylanib yuramiz akalar. Boblar bilan qaltis jang ketyapti. Voy. Yo'q. Mayli. Asabiylashmaymiz. Qaysi Minecraft'da vijvaniya qilayotganda o'lmagan, to'g'rimi? To'g'ri. Hamma o'lgan. Tezroq ertalabam bo'lmadi. Aniq o'ldim. Uyimda. Oldida yaxshi. Tak, ketdi. Narsalarimiz yo'qolmasin. Asosiysi creeperlar ketdi. Qolganiga pank emas. Pishdi. Tez bittasini yoqlamizda. Tez. Bu yoqib turib yoqlamiz. Tez qilamiz. Hoppa. Nima bo'ldi? Yaxshi. Tak. Buni qo'yamiz. Eshik qo'yish kerak. Eshik. Kirkablar uramiz. Qilichli inventardan olishga ulgurmayman. Boltam qani? Boltam. Mana ekan. Onang yaxshi. Mana sizlarga kombucha. Ko'pida yaxshi maqlar. O'rtoqlarim ichida eng zo'r ko'pchisi men, chunki Minecraftda eng old boshlagani ham menman-da. Ana shuning hisobiga tak tez yaxshi. Yop, tez yopamiz. Hot qoldi. Onani o'pib kerak bo'ladi. Hoppa.
Ah. Tak, akalar like va obuna bosib qo'yinglar. Bo'ldi. Tomi qiyshiq uy bo'lsa ham bo'ldi. Mana akalar. Tomi qiyshiq bo'lsa ham uy bo'ldi zato. Aytadi-ku, borasan shu tomi qiyshiq uyingga deydi-ku. O'shandan bo'ldi. Bo'lmasam, akalar like va obuna bosib qo'yinglar. Video tugadi.